2026 Honda Odyssey bu zamonaviy, keng va juda qulay oilaviy miniven bo'lib, u ayniqsa katta oila va uzoq safarlarni yoqtiradiganlar uchun yaratilgan. Honda ushbu modelda dizayn, texnologiya va xavfsizlikni yanada yuqori darajaga olib chiqqan. Tashqi ko'rinishidan boshlab avtomobil ancha ishonchli va chiroyli ko'rinadi. Old qismidagi yangi LED faralar, keng radiator panjarasi va silliq chiziqlar Odysseyga zamonaviy va kuchli obraz beradi. Yon tomondan elektr suriluvchi eshiklar juda qulay bo'lib, tor joylarda ham bolalar va katta yoshdagilar uchun chiqib tushishni osonlashtiradi. Orqa qismi keng yukxona eshigi bilan jihozlangan bo'lib, kundalik xaridlar yoki uzoq safarlar uchun juda mos. Salon ichki qismi 2026 Honda Odysseyning eng katta afzalliklaridan biri hisoblanadi. Avtomobil 7 yoki 8 o'rindiqli variantlarda taqdim etiladi va har bir yo'lovchi uchun yetarlicha joy mavjud. O'rindiqlar yumshoq va qulay bo'lib, uzoq yo'llarda ham charchatmaydi. Ikkinchi qatordagi maxsus siljiydigan o'rindiqlar oilalar uchun juda foydali, chunki ularni xohishga qarab joyini o'zgartirish mumkin. Uchinchi qatordagi o'rindiqlar ham kattalar uchun mos keladi va kerak bo'lganda qo'lga buklanib, katta bagaj joyini hosil qiladi. Old panel zamonaviy va oddiy uslubda ishlangan bo'lib, katta sensorli ekran, raqamli asboblar paneli va qulay joylashtirilgan tugmalar haydovchi uchun katta qulaylik yaratadi. Texnologiyalar borasida ham 2026 Honda Odyssey juda boy. Markaziy multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni telefoningizni mashinaga ulab, navigatsiya, musiqa va qo'ng'iroqlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Orqa qatordagi yo'lovchilar, ayniqsa bolalar uchun maxsus ko'ngilochar tizim mavjud bo'lib, katta ekran orqali multfilmlar va videolar tomosha qilish mumkin. Ko'p zonali iqlim nazorati har bir qatordagi yo'lovchi uchun alohida qulay haroratni ta'minlaydi. Bundan tashqari simsiz telefon quvvatlash, portlar va sifatli audio tizim ham mavjud. Xavfsizlik masalasida Honda har doimgidek yuqori darajani taqdim etadi. 2026 Honda Odyssey zamonaviy Honda Sensing xavfsizlik tizimi bilan jihozlangan bo'lib, u avtomatik favqulodda tormozlash, adaptiv kruz nazorati, yo'l bo'lagini ushlab turish, kor nuqtani nazorat qilish va orqa tomondan kelayotgan avtomobillarni ogohlantirish kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Ko'plab havo yostiqchalari, mustahkam kuzov va bolalar o'rindiqlari uchun maxsus mahkamlash joylari oilaviy xavfsizlikni maksimal darajada ta'minlaydi. Umuman olganda 2026 Honda Odyssey bu qulaylik, xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarni o'zida jamlagan mukammal oilaviy miniven hisoblanadi. U shahar ichida kundalik foydalanish uchun ham, uzoq masofali oilaviy sayohatlar uchun ham juda mos keladi. Agar siz keng salon, ishonchli dvigatel va yuqori darajadagi qulaylikka ega avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Honda Odyssey siz uchun juda to'g'ri tanlov bo'la oladi.